أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Qadrli o'quvchilar, 20-darsimizga keldik. Inshaalloh 20-darsimizda yozilsa-da o'qilmaydigan harflarni o'rganamiz. Ushbu so'zlar boshidagi alif harfi vov bilan yozilgan bo'lsa-da, vov mat qilinmaydi, balki oddiy zamma kabi o'qiladi. Qur'onda ular ustiga ushbu belgi, mana bu belgi qo'yilgan deyapti. Masalan, ulu deganda so'z boshida alif harfi vov bilan kelyapti. Nima qilamiz? Biz bu yerda vov harfini mat qilmaymiz, ya'ni cho'zmaymiz bu yerda. Balki oddiy zamma kabi o'qiymiz. Ya'ni aslida ulu, biz nima qilamiz? Ulu deymiz. Qur'onda buni ustiga mana bu belgi, ya'ni yumaloq belgi qo'yilgan bo'lar ekan. Biz shu yerdan buni tushunib olamizki, bu vov harfi bu yerda mat emas, balki oddiy zamma kabi o'qiladi. Ya'ni ulu emas, ulu. Ikkinchi misolimizda mana uli deb kelyapti. Mana so'z boshida alif harfi vov bilan yozilyapti. Buni mat qilmaymiz. Nima qilamiz? Oddiy zamma kabi o'qiymiz. Uli deb. Ulati. Ulai. Ulaika. Shuningdek, so'zlar oxiridagi kalimalarning jam ko'plik alomati bo'lgan vovdan keyingi alif ham o'qilmaydi. Masalan deyapti. Ya'ni so'zlar oxirida kelgan, kalimalarning oxirida kelgan jam ko'plik alomatini bildiradigan vovdan keyingi alif ham nima qilar ekan? O'qilmay qoladi ekan. Ya'ni amanu deganimizda bu yerda alif tushib qolyapti, o'qilmay. Bu yerda vov harfi mat o'rnida ishlayapti. Amanu. Aminu deb o'qiymiz. Qalu. i'lamu. i'malu. Quyidagi misollar kabi so'zlarda ham o'rtadagi alif o'qilmaydi. Mana bu yerda birinchi misolimiz mana bil g'oybi. Mana bi al g'oybi emas, bu yerdagi alif tushib qolyapti. Bil deb lam harfi olib o'tib ketyapmiz. Bil g'oybi. Ikkinchi misolimiz va bil akhirati. Va bi al akhirati emas, va bil akhirati. Kal farashi. Wal asri. Wanhar. Wal mushrikina. Rabbil alamina. صراط الذين. غير المغضوب. هم المفلحون. ليلة القدر. حذر الموت.
وإذ استسقى أنفسكم استكبرتم. Quyidagi misollar kabi so'zlarda ham o'rtadagi lam o'qilmaydi. Ya'ni attaba'u deganda mana bu yerdagi lam harfi nima bo'lyapti? O'rtadagi tushib qolyapti, o'qilmay. Ta harfiga olib o'tib ketyapmiz. Tashdid bor bu yerda. Attaba'u. Keyingi misolimiz as-samaru. Mana o'rtadagi lam harfi o'qilmay, sa harfiga olib o'tib ketyapmiz. As-samaru. Tashdid bo'lganligi uchun nima qilamiz? Ikkilantirib o'qiymiz bu yerda. As-samaru. Ad-dakhalu. Az-zahabu. Ar-rasadu. Az-zabadu. As-safaru. Ash-shajaru. As-safaru. Ad-dararu. At-talabu. Al-zafaru. Al-lahabu. An-nasabu. Huvattaba'u. Bu yerda mana o'rtadagi alif harf ham tushib qolyapti va lam harf ham tushib qolyapti. Nima qilyapmiz? Huvattaba'u deb turib bu yerdagi ta harfiga tashdidli bo'lgan ta harfiga olib o'tib ketyapmiz. Ya'ni o'rtada ikkita harf o'qilmay qolyapti. Ya'ni yozilsa-da o'qilmaydigan harflar dedik-ku. Huvattaba'u. Was-samaru. Wad-dakhalu. Wad-dhahabu. War-rasadu. Huwaz-zabadu. Huwas-safaru. Huwash-shajaru. Huwas-safaru. Huwad-dararu. Huwat-talabu. Huwaz-zafaru. Huwal-lahabu. Huwan-nasabu. Quyidagi misollar kabi so'zlar qo'shib o'qilganda avval kelayotgan so'z mat harflari bilan tugagan bo'lsa ham keyingi so'zning bosh harfi bilan yopiq bo'g'in hosil qilgani uchun ular qisqa unli kabi o'qiladi. Bunday hollarda ikkita harf o'qilmay tushirib qoldiriladi. Masalan, hazal baladu. Bu yerda mana
alif harfi, ikkita alif harfi tushib qolyapti. Bu yerdagi keyingi so'zdagi lam harfiga olib o'tib ketyapmiz. Ya'ni sukunlik sokin bo'lgan lam harfiga nima qilyapmiz? Olib o'tib ketyapmiz. Ya'ni hazal baladu deganda mana ikkita alif harfi yozilsa-da o'qilmay qolyapti. Keyingi misolimiz mal qori'atu. Ma al qori'atu emas. Mana bu yerdagi alif, ikkita alif nima bo'lyapti? Tushib qolyapti. Lam harfiga olib o'tib ketyapmiz. Mal qori'atu. Mal hutamatu. هذا الذي. من ذا الذي. Bu yerda ham mana o'rtada ikkita alif tushib qolyapti. Man zallazi deb lam harfiga tashdidli bo'lgan lam harfiga olib o'tib ketyapmiz. Man zallazi. Tahtiha al-anharu. Bu yerda ikkita alif tushib qolyapti. Lam harfiga olib o'tib ketyapmiz. Tahtiha al-anharu. فقلنا اضرب. بئس الاسم. اهدنا الصراط. يا أيها الناس. إلى الناس. qaranglar birodarlar, bu yerda mana yo harfi va alif harfi va bu yerdagi lam harfi nima bo'lyapti? O'qilmay tushib qolyapti. Nima qilyapmiz? Nun harfiga olib o'tib ketyapmiz. Ilan nasi. Tashdidli bo'lgan nun harfiga olib o'tib ketyapmiz. Alan nasi. Fil ardi. في الصدور. قالوا اتخذ. Bu yerda ham vav harfi va ikkita alif harfi tushib qolyapti. قالوا اتخذ. قالوا ادعوا. لقوا الذين. أوتوا الكتاب. وأقيموا الصلاة. وآتوا الزكاة. وعملوا الصالحات. Qadrli o'quvchilar, mana 20-darsimiz ham mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Inshaalloh keyingi darslarimizdan davom ettiramiz.